hurmatli bankimizning eng qadrli va sadoqatli mijozlarimiz, sizlar borki biz bormiz. Bankimiz har doim sizlar uchun xizmatdamiz. Hozir bizda eng ommaviy bo'lgan bank xizmatlari, ya'ni bank pasportlari, kreditlari to'g'risida sizlarga tushuncha bermoqchiman. Hozirgi kunda ayniqsa mana hozir O'mirzo akamiz gaz bo'yicha hozir olyapsiz-ku O'mirzo aka. Siz boya 312 Prezidentimiz 312-qaror bo'yicha olayotgan kredit bor. Uni 100 million garovsiz beramiz. Agar 100 milliondan ko'proq olaman desangiz, 300 milliongacha garov asosida, qolgani garov asosida beriladi. Buning foizi Zardo'm tumani uchun 21%. Uning shartlaridan biri albatta yuridik tashkilot bo'lishi shart va 1 yil boyagidek o'zining aylanmasiga ega bo'lishi kerak. Undan tashqari hozir ikkita kamar asosida 50 milliongacha naqd pul ko'rinishida kredit beryapmiz. Mana siz ham hozir shunday shu kreditning olish arafasida turibsiz, jarayonda turibsiz. Agar mana shu kreditni chiroyli qilib, o'z vaqtida yopib, aniq qilsangiz, yana ham boyagidek 312 bo'yicha berilgan kreditlarimiz bor. O'sha qaror asosida berilgan kreditimizga sizni tavsiya qilib, bemalol 300 milliongacha kredit olishingiz mumkin. Bundan tashqari mana hozir yangi 10 millionlik olgan kreditchimiz bor, mijozimiz bor. Bu o'zini hozir 10 million kredit olib, sartaroshlik yo'nalishida kredit boshlamoqchi, faoliyatini boshlamoqchi bo'lyapti. Xudo xohlasa, bu mijozimiz ham o'zini o'nglab, katta tadbirkor bo'lib ketsa, boyagidek yuridik subyekt ochsangiz, keyin sizga ham bemalol 300 milliongacha Prezidentimizning 312-qarori bo'yicha kredit ajratib berishga niyatimiz bor. Xuddi shunday, masalan, hozir sizlarda mana shu faoliyatlaringiz davomida qanaqa kamchilik yoki nima yordam kerak bankdan, takliflaringiz yoki masalan muammolaringiz bo'lsa, biz eshitamiz jon quloqimiz bilan. Boya yuqorida aytib o'tganimdek, sizlar borsizlarki, bank bor. Sizlar yuksalaversangiz, biz ham o'shanday yuksaklikka ko'tarilaveramiz. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, marhamat bemalol berishlaringiz mumkin.